Mana biz Namangan shahrida bitta eski qadrdon tog'amiz bor edilar. Oldin qo'yib boqardilar. Hozir ichki o'tib olibdilar-da. Qaytar qilgan. Bor. Qochib tursan. İçki o'tyaptilar. Salom desalar, ana so'rashyapti ishki. Salom qilsalar, salom qilyapti. Salom qil. Maşallah odamlar shuna qilib ichkini o'rgatilyapti. Hop. Hop. Ichkini o'rgatilyapti. Hop. 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 Nasldor qo'chqor ichki ekan. Kimga shu ichkini nasldan kerak bo'lsa, ichkini bo'lsa qo'yib berar ekanlar. Telefon nomerlarini qo'yib ketaman. Mana. Bo'ldi. Iya. Tiqilib qoldimi dedi. Tamam. Gel. Bo'ldi. Gel. Gel. Oynayin. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gel. Maşallah. Assalomu alaykum, assalom qilyapti. Tiqilib qoldi. Quruq nomni tiqilib qoldi. Bu narga echkiga o'xshab yugurmay, qo'yga o'xshab yugurmayaptimi? Yugurlaydimi? Ha. Egasiga shu darajada urganki, bu akani Tianshan qo'ylari bor edi, qo'chqarlari bo'lsa, Vistikalida borganlar Toshkentga Vistikagacha. Kim ko'rgan bo'lsa, Tianshan qo'chqarlari bor edi. O'sha Tianshan qo'chqari ham xuddi mana shunday qilib magazingacha orqalaridan birga borib, magazindan birga kelar. Assalomu. So'rash. Ana maşallah so'rashyapti, so'rashsalar. So'rashyapti. Hoppa, qo'y, suzib qo'y. Hoppa qil, hop, hop. Hop. Hop, hop. Suzishyapti endi, suppa qilsalar. Hop, hop. Mana hop. Yaxshi molades. Molades. Yana bitir. Ber oldi. Hop. Hop. Hop, ana. Maşallah. Kimga shunaqa nasldor echkilardan kerak bo'lsa, shu to'qani o'zlariga murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Ikkita hozir qanaqasi qo'zichog'i ham bor ekan. Ana ikkitasi narsa takam, ikkalasi ham yo Bitta taka. Erkagi bitta. Ha, bitta qizi, bitta erkagi bor, ha? Nobodonda so'raganlar bo'lsa sotamiz buni? Qaysi nomerga telefon qilasiz? Nomeringizni aytib berasizmi? 88lik 465 3219 telefonlarga murojaat qilaverasizlar. Qochirishga bo'lsa olib kelaversin. Ha, qochirishga bo'lsa, mana shu ichkidan 300 ming so'mdan qochirib ham berilar ekan. O'zlari uylariga olib kelib, qochirib berar ekanlar. Olib ketishib ketasizlar. Mana zotlar ichkilar. Kimga shunaqa qiziqarli videolar yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, bitta like bosishni unutmanglar. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa bundan-da chiroyli, bundan-da qiziqarli videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Manzil Namangan shahar Lola bozorida, tepasida, Yandama masjidi orqa tomonida. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog'lik salomatlikda ko'rishishlik nasib qilsin. Qo'llab-quvvatlab turinglar.